alaykum, hurmatli kuzatuvchi akalar. Bunday san'atda 2022-yil korobkasini muayyanlashtirish jarayonini ko'rsatib beraman. Mana shunaqa xizmatlar kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlarini qo'yamiz. Bu videoyu bunday san'atda haydaydigan akalarga atalgan. Korobka muayyanlashtirish plastmassali bo'lti bo'ladi. Kvadratli kulish tushadi. O'shanga mana bunaqa kulish bilan yechib. Yo'q. Hadi gittiga. Shunday. Yani 12 chashkasi bor-ku, amartiradir chashkasi. Shuni Anjandiki bo'ladimi yo'qmi? Bilmayman aka, hozir video olib turdik. Tashqarida deb olinadi. Mana buni shestigranli bo'lti bo'ladi. Sapulli bo'ladi. Ichida yig'ilgan davlini sapullarni ham chiqarib oladi, ham moy qo'yadigan probkaga vazifa bajaradi. Mashina yechib, mashinadan havo beriladi. Mana bu tagidagi bo'lti bo'ladi. Bunda magnit bor. O'sha magnitga mana bunaqa o'zini strushkalarni yig'adi mana. Bunda ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu o'zini alyuminda yedirilgan strushkalari. Обязательно tozalab, yuvib buni bezinda qo'yiladi. Yaqinroq kelsangiz, mana bu bolt ko'rsatdim. Bundan moy quyiladi. Kvadratning eng tepadagisidan o'rtaroqda urganni ko'radigan bolti ham bor. Uni hozir mashinadan ko'tarib ko'rsatib beramiz. Teparoq. Mana bu yog'ida kvadratli kulish bor. Urganni tekshiriladi. Har doim ichini toza qilib bo'lgandan keyin yangi moyni quyib, mana shu yerda moy oqish kerak. Bu yerda moy oqqandan keyin ham yana bitta yopib, yarim litr moy solib ichiga yana o'shani bitta ochib tekshirib qo'yib qo'yish kerak. Hamma skoroslariga solib bo'lgandan keyin urganga keladi bu narsa. Mana magnitli bo'ltini mana bunaqa
toza qilib qo'yiladi. Bastı. Moy to'kadigan bu. Mana bu yoqqa yaqin olib keling. Mana bu urgan ko'radigan bu bitta palagini bo'shaydi bu. Bunda reja yo'q. Oldiga bursa sinadi. Orqaga bursa bitta palagini ochiladi. Bo'ldi. Bunda rezva narsa yo'q. Prosta tak bitta mana ko'rishlaringiz mumkin. Bilmaganlarga stoperli bo'lib quralib, stoperli bo'lib qotadigan narsa. Mana bu narsa ichida ushlab qoladi ikkita quloqchasi. Mana shundan moy oqish kerak, urgan ko'rish uchun. Ya bizda Cobalt, Malibularda bor narsa, ularda korpusda alyuminda bo'lsa, bunda plastmasaga qo'yilgan shu narsa. 11lik bolt bo'ladi ularda. Bunda plastmasali narsa. Shu ham fotoq. Shostaga Ketdi. radiatorda ichida ham eski yog' bor. Mana shlankadan to'kib yuboramiz, shlankani chiqarib, o'shanga kompressor berib, ichidagi yog'ni chiqarib yuboramiz. Alo. Bittasini tutaymi, bittasi pastga tushib ketadi. O'sha pastga qarab turib qo'ying. Otib olmasin. Охлаждение radiator ichidagini chiqaryapmiz hozir, moyini. Shlanka qo'yib yubordim mana. Shlanka bormi? Yo'q, bunisi kelish aparatkada. Mana padacha. Mana kelish. Qarashida bo'lasiz. Aparatkada. Qancha moy chiqadi ekan o'zingiz ko'rasiz. Mana shunlarda davlilar litr moy quyib, охлаждениyadan bitta chiqarib trubkasida
eski moyni. Keyin yana bitta pirval chiqib, qolgan moyni quyiladi. O, shu 7 litr moy quyiladi. Mana ishlarimizni tugatib oldik. Hamma narsasini joy-joyiga qilib, moylarni almashtirib berdik. Xudo xolasa klientimiz xursand, biz ham ishimizni sifatli qilib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.